Xo'p, bugungi video darsda 36-topiq 2 imtihoni titki 17 dan 20 gacha tahlilni ko'rib chiqamiz. Demak, sharti taymil titko namje chungshim sengagil ko'rishibsho. Quyidagini eshitib, erkakning asosiy fikri, ya'ni markaziy fikrini toping. Har biriga 2 balldan beriladi. Ya'ni 35-topikda ham ko'rib chiqamiz. Mana chungshim sengak degani asosiy fikr, ya'ni erkak bir narsaga urg'u berib gapiradi. Ya'ni xohishini ifodalaydi yoki o'z fikrini ifodalaydi. O'shani topishimiz kerak. Asosiy narsa shu. Demak, 17-test erkak aytayapti. Sumishi yojim ve kompyuter hakvoni antanyoyo. Sumi shu kunlarda nega kompyuter o'quv markaziga qatnamayapsiz? Shunda ayol javob beryapti. I chongdomyon chungbunan gotkatazoyon. Ya'ni bu darajada bo'lsa yetarliga o'xshaydi. Yetarliga o'xshagani sababli. Chigim anan gonman chal hvaryon hedo kompyuter moteso himdil irin opsil gotkatkoyo. Hozir faqatgina biladigan narsalarimni yaxshi foydalansam ham, ishlatsam ham, kompyuterni o'rgana olmasam ham, ya'ni shug'ullana olmasam, qiynaladigan ish yo'q bo'lsa kerak. Ya'ni hozir shuncha o'rgandim, endi o'rganganlarimni yaxshi ishlata olsam, qiynalmayman deyapti. Oddiy qilib aytganda shunaqa tarjima. Kronde kuji, mana bu o'qilishi kuji. Hakvonil to tanil perioga inna ship toragoyo. Xo'p. Lekin qat'iy yoki majburan o'quv markaziga yana qatnashni keragi bor bo'lsa kerak deb aytayapti. O'zi. Ya'ni qat'iy majburan o'quv markaziga qatnash keragi bor. Nashibda degan grammatika bor ekan. Bu bo'lsa kerak, ya'ni deb o'ylamoq ma'nosini ifodalar ekan. Shunda erkak aytayapti, mana shu joyda javob bor. Mana erkak asosan oxirida javobni aytadi. Credo modern chom kipi pevninge chohchanil kayon. Nima bo'lganda ham yoki baribir nima bo'lsa ham yanada chuqur o'rganish yaxshi emasmi? Kipi degani chuqur. Tiki yojim qatin kyongjeng sahve soninyo. Ayniqsa shu kunlarda o'xshash raqobatli jamiyatdamizku deyapti. Chonmunsongi kanghejil so'roq kyongjengyogi techanayon. Xo'p, mutaxassislik kuchaygani sarin raqobatdoshlik kuchi ham bo'ladi-ku deyapti. Ya'ni bitta sohani zo'r o'rganish kerak, davomiy. Mutaxassislik kuchaysa, bunga nisbatan raqobatdoshlik kuchi ham bo'ladi ma'nosida gapiryapti. Xo'p, endi erkakning asosiy fikri nima desa, kompyuterni davomiy o'rganish kerak. Kompyuteril kok hakvon esa peul perionin opda. Kompyuterni albatta o'quv markazida o'rganishni keragi yo'q. Unaqa gap aytilmadi. Kompyuteril top pevo tumyon kyongjengyogi kojinda. Kompyuterni yanada o'rganib qo'ysangiz, raqobat kuchi kattalashadi, ortadi. Nisbatan to'g'ri deb turamiz. Kompyuterning chagiga periohanman kimman peumyon tenda. Kompyuterni o'ziga kerakli bo'lgandek, ya'ni faqatgina kerakli joyini o'rgansangiz bo'ladi. Bu ayolning fikri, lekin bizga erkakning kerak. Kompyuter hakvonin chakyokchingil tal tekaji kayahanda. Kompyuter o'quv markaziga chakyokching, ya'ni sertifikat, diplom, guvohnoma, tada degani olmoq. Olgungacha borish kerak. Bunaqa gap aytilmadi. Shunda javob 2 bo'ladi. Oxirida shunaqa deb aytdi. Raqobat kuchi bo'ladi. Endi 18-testimiz. Hop, erkak aytayapti. Sumya chomchone tongari hubi hante musin chingchanil krohga manihe. Sumi biroz oldin togarakdagi hubi degani o'zidan kichik kursdosh, o'zidan kichkina odamga musin, ya'ni qanday maqtovni shu darajada ko'p qilding? Ya'ni nimaga o'zingdan kichkinani ko'p maqtading deyapti. Shunda ayol javob beryapti. Ve ku hubenin tongari ildo ta mataso hago tarin sarami tolmi piriohatago halte hanbondo kojoran go chogi opso chingchanal manaji. Nega u ya'ni kursdoshim, hube degan o'zidan kichik kursdosh, o'sha kursdosh togarakdagi ishlarni ham hammasini o'z zimmasiga olib bajaradi va boshqa odam yordam kerak deb aytgan paytda bir marta ham rad qilgan emas.
Maqtashga arzigulik. Le'il manhadi degani ga arzimoq, ishga arzimoq. Shunda erkak mana e'tibor qiling. Kre, shundaymi? Kinde hubega kronchinchanil tirimion najunge kojol hago shipodo mot hagiso. Lekin o'sha o'zingizdan kichkina kursdosh shunday maqtovni eshitsa, keyinchalik rad qilishni xohlasa ham qilolmaydi. Ku chinchane shingyongil soso ku maldero kok heya hantago sengakage tekodin. U maqtovga, ya'ni o'ziga eshitgan maqtovga e'tibor qilib, u gapdek, ya'ni maqtovda eshitganidek albatta qilish kerak deb o'ylaydigan bo'lib qoladi-ku, yoki o'ylab qolishi sababli deb aytyapti. Xo'p, chinchanil padimyon iral uyyogi nopajinda. Maqtov olsa, ishlash xohishi yoki ishtiyog'i oshadi. Bunaqa gap yo'q. Chinchanil padiryon kojoraji maraya handa. Maqtov olmoqchi bo'lsangiz, rad qilmaslik kerak, inkor qilmaslik kerak. Kojol hada degani rad qilmoq. Chinchanil padimyon ku maril ishik heso hengdong hage tende. Maqtov olsa, u gapga ishik hada degani e'tibor qilmoq, tushunmoq. Ya'ni e'tibor qilib, tushunib, harakat qiladigan bo'lib qoladi. Mana kalit narsa. Ku maldero kok heya hantago sengak hage tekodin. Shu narsa javob bo'ladi. Chinchanil padimyon tarin saramdo chinchan he cho'ya handa. Maqtov olsangiz, boshqa odamni ham maqtab berishingiz kerak, yoki maqtab qo'yishingiz kerak deyapti. Shunda bu xato, javob 3 bo'ladi. Xo'p, keyingisi 19-testimiz quyidagicha. Erkak aytayapti: "O, tosogvane chariga omne." Kutubxonada o'rin yo'q ekan, joy yo'q ekan. Uri kopisho beso kongbu halka. Biz qahvaxonada, kafeda o'qiymizmi, dars qilamizmi deyapti. Shunda ayol credo kenchanilka nima bo'lgan ham bo'ladimikin yoki yaxshimikin? Kve ore isoya haninde chuin hanti mian heso. Ya'ni juda ancha vaqt turishimiz kerak. Egasidan, xo'jayindan uzr so'rash kerak deyapti. Ya'ni bu ikkitasi qahvaxonaga boradi. Qahvaxonada endi dars qiladigan, o'qiydigan bo'lsa, uzoq vaqt qoladi-yu. O'sha qahvaxona egasidan uzr so'rash kerak deyapti. Shunda erkak qilsa, bilmadim, nan piyollo munjetvel got katchin aninde. Men uchun unchalik muammo bo'ladiganga o'xshamaydi. Kopishobin volle yagido hago chekto ilgim yonso konganil chungbuni yonhal suyinnen go anya. Ya'ni qahvaxona aslida yoki odatda suhbatlashib ham, kitob ham o'qib, o'sha joydan yetarlicha foydalanish mumkin degani emasmi? Teshin, uni o'rniga urinin kopi kapsiro kigol chibulhanin gogo. O'shani o'rniga biz kofe narxida u narsani to'laymiz deyapti. Ya'ni suhbatlashganimizni, dars qilganimizni kofe narxida to'laymiz. Ayol credo tarin sonnimdildo senga keso choktanhi ironayaji. Xo'p, nima bo'lganda ham yoki baribir boshqa mehmonlarni yoki mijozlarni ham o'ylab, yetarli vaqt miqdorida o'rnimizdan turishimiz kerak deyapti. Choktanhi. Shunda erkakning bizga fikri kerak, ya'ni kutubxonada aslida suhbatlashadigan joy, kitob o'qiydigan joy, o'sha joydan yetarlicha foydalanish kerak. Xo'p, kopishop chuyinin sonnimil top periyoya handa. Qahvaxona egasi mijozlarga yanada g'amxo'r bo'lish kerak, e'tibor qilish kerak. Xato. Kopi kapse konganil iyonkanil piyongi chiro itte. Kofe narxiga joydan foydalanish xarajati solingan, ya'ni ichida bor. O'sha gapni aytdi. Biz o'sha uni o'rniga kofe narxida to'laymiz deyapti. Nisbatan to'g'ri. Kopishobe changshigan innin gosin yongobe panhaga tende. Qahvaxonada uzoq vaqt bor bo'lish yoki o'tirish biznesga xalaqit beradi yoki savdoga xalaqit beradi. Xato. Kopishop konganil tayanghagi iyonhal su ikki teya handa. Qahvaxona joyini, kongan degani joy, ya'ni qahvaxona to'liq maydoni bo'lsa, o'sha joydan turli xil foydalanish mumkin holatda qilish kerak deyapti. Har xil holat uchun foydalanish kerak. Bu bo'lmaydi, shunda javob 2 bo'ladi. Va 20-testimizga o'tadigan bo'lsak, xo'p, ayol aytibdi,
چه kyosunim ibone hvahe kisuriraning chegil neshonundeyo. Hop, mana bu so'z, buni qarang. Hvahe kisul, ya'ni yarashish san'ati. Hvaheha degani yarashmoq, kelishmoq. Ya'ni professor bu safar o'sha yarashish san'ati degan kitob chiqaribsiz yoki nashr etibsiz. Kichegeso kajang kangjohayshinin pubun moshimlikka. U kitobda eng ta'kidlagan yoki urg'u bergan qismingiz nima? Yoki nimaga urg'u berdingiz? Shunda erkak javob beryapti. Hva heyril von handamyon nay tehan yageril haranan komnida. Ya'ni yarashishni yoki kelishishni xohlasangiz, men haqimdagi hikoyani aytishdir. Ya'ni o'zi haqidagi hikoyani aytish. Ya'ni manin kyonggue saramdirin hva he haryogo halte sangdebange malgva hengdong manil panbok heso maramnida. Xo'p, ko'p holatlarda, ko'p vaziyatlarda odamlar yarashish uchun yoki yarashmoqchi bo'lgan payt, mana ryogohada moqchi bo'lmoq, le ilte payt. Yarashmoqchi bo'lgan payt suhbatdoshining gapi va harakatlarini takrorlab gapiradi. Igon kvange hveboge chonyo tomi teji anayo. Bu narsa kvange hvebog degani aloqani tiklash, ya'ni munosabatni tiklashga umuman yordam bermaydi. Oiriyo ak yonkyangil chumnida. Aksincha yomon ta'sir beradi yoki yomon ta'sir ko'rsatadi. Ne malgva hengdonge tehe monjo salpigo mareposeyo. Mening, ya'ni aniqrog'i o'zingizning gapingiz va harakatingiz haqida avval kuzatib, ya'ni o'zingizning harakatlaringizni ko'rib gapirib ko'ring. Sangdebange hvanan misoril polsuy silkomnida. Suhbatdoshingizning yorqin tabassumini ko'rishingiz mumkin bo'ladi, deyapti. Demak, endi mosini topishimiz kerak. Ya'ni erkak nimaga urg'u berib gapiryapti? Usimiro soray kvangeril hvebok hayahanda. Kulish orqali o'zaro bir-birining munosabatlarini qayta tiklash kerak. Kulish degan narsa kelmadi. Hva he hagosh pimyon monjo naril tve torapaya handa. Yarashishni xohlasangiz, ya'ni kelishni birov bilan, avvalo o'zingizni tvetorapoda degani orqaga qarab eslamoq yoki o'zini tahlil qilmoq. O'zingizni tahlil qilishingiz kerak. Mana bu yerda aytibdiki, mana naitehan iyagi, o'zim haqimdagi hikoya yoki o'zim haqimdagi gaplar. O'sha narsa. Va oxirida ham shunaqa dedi, mana o'zingizni gapingiz va harakatingiz haqida avval kuzatib, ya'ni tahlil qilib gapiring. O'zingizga qarang, deyapti. O'sha to'g'ri ekan-a? Sangdebange usimil pomyon hva heyril monjo heyahanda. Suhbatdoshingizning kulgusini ko'rsangiz, yarashishni avval qilishingiz kerak. Ya'ni u kulsa, siz birinchi yarashishingiz kerak, kelishingiz. Xo'p, hva he haryomyon sangdebange hengdongil miri salpiyohanda. Xo'p, yarashmoqchi bo'lsangiz yoki kelishmoqchi bo'lsangiz, suhbatdoshingizning harakatini oldinroq kuzatishingiz kerak, qarashingiz kerak. Bo'lmaydi, shunda javob 2. Va bugungi test tahlilimiz ham shu joygacha bo'ladi. Yaxshi tushundingizga umid qilaman. Lug'atlarni yozib, tarjima qilib, aniqroq yodlab, takror ishlasangiz ancha foydali bo'ladi. Keyin buni doimiy eshitib yurish kerak. Kamida 10 marta bir vaqtda takror eshiting.